Tong otmoqda edi. 1 minut o'tgach, miltiq otishmalari eshitildi. Hali bizning tomonda jimjitlik edi. Yana 5 minut o'tgach, pushkalarning bizga tomon otilgani va tankning tepalikka ko'tarilgani ko'rindi. So'ng bizni askarlarimiz jangni boshlab yubordilar. Keyin bizning tank va artilleriyamizga komanda berildi. Shundan so'ng jang boshlanib ketdi. Va 30 minut o'tgach, bizning chastimiz S qishlog'iga bostirib kirib, 40 nafar nemisni tanki, 30 nafar katta pushkani va 15 nafar mashina, 100 ga yaqin miltiq, shunga o'xshash har bir o'ljalarni qo'lga tushirdilar. Bizning chastimiz dushmanning 150 ga yaqin soldat va ofitserni qirib tashladilar va bir qancha nemislarni tiriklayiga ushlab oldilar. Yana 45 minut o'tgach, B nomli stansiyaga yetib bordilar. Stansiyada jang qizib ketdi. Nemislar yana bizning chastga qaratib 15 nafar tankasini qo'ydilar. Bizning artilleriyamiz o'ti bilan 9 nafar tankani ishdan chiqardi va 2 nafar tankni majaqlab tashladi. Shunday qilib, 1 soatlik jangda 20 kilometrga yaqin yerimizni dushmandan qutqarib oldilar. Salom bilan razvedchik Tursunboy Bayzaqov. G'arbiy front 27 sentyabr 1943 yil.